Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki barliq Uyg'ur muhojir qarindoshlar. Bugün biz yana şu başta deganimizdek Sharqiy Turkiston umumiy xalq saylami chaqiriq qilishningki tashviqotini davomlashtiryapmiz. Tashviqotningki bugungi birinchi tema Sharqiy Turkiston umumiy xalq saylamining bütün dünyadaki neçhi iqimga çeçilgan Uygurlarni ortak müstakillik yolda birleştirishning qanday ahamiyati bor degan temada so'zlaymiz. Şunu e'tirof qilmay turolmaymizki, chet elda Uygurlar butun vatan unda emasdi. Asosan bir idea dedik biz. Chunki Xitoy unda ichga chiqib imkon bermaydi bizga. Chet elga chiqqandan keyin erkin dunyoda kişiler ixtiyari ve ixtiyarsız, anlık yoki ansız halda neçhil iqimga bölündük. Mesela İslam dini asasındaki Uygurlarımı hazır neçhil iqimga bölündü. Gayaları, yoşurun gayaları aşkara neçhil iqimda. Anandaki demokratlarını şu arkadan Uygurlarımı neçhil iqimda, neçhil teşkilatlar var. Undan bo'lganda umumiy xalq saylamining bularni birlikka keltirish roli nima deganda biz umumiy xalq saylamida ideyaga cheklanib qo'ymaymiz. Qanday ideyadagi kishilar bo'lishidan qat'iy nazar o'z topidagi o'z yaxshi ko'rgan odamlarni, o'z yaxshi ko'rgan Uyg'urlar ichidagi mushu bizga menga vakillik qila oladi degan odamni vakil saylasa, ashundaq iqimdagi nechxil iqimdagi neçe 10 vekilinin bir yere gelip bir Uygur reisini saylab çıkış rolu oldu. Endiki şu iqimdeki vekillerinin özü vekillik kılgan iqimga şu bizden kurulgan parlamentda sözleş hakkı oldu. Şunun için her xil iqimdeki kişilerin Uygur halkımızın bu saylama köngül bilişini bu saylamni Uyg'urni birlashtirish yo'lidagi bir fursat deb bilishini buningga o'zi qatnashgandan so'ng boshqalarga yetkazib rag'batlantirishni umid qilamiz. Ikkinchisi nima uchun Uyg'ur umumiy xalq saylamining, shaxsiy xalq saylamining Uyg'urniki mustaqillik ko'rishini ilgari surishda misli ko'rilmagan roli bor deymiz. Bu jihatda Sharqiy Turkiston davosi chet elda va vatan ichida elib berilayotgani uzun bo'ldi. Chet eldami buning tarixini bildiganlar 75 yildan oshdi deydi. Biz uchalarda vatanda bu to'lmay vaqtgan o'qimaymiz endi. Biz chiqqandan keyin ko'rdikki Sharqiy Turkiston davosi her xil kişilerin kolunda her xil nam bilen teşvik kılınmakta, palete ilip bilinmekte. Ama bunu itiraf kılmayı turamayız ki kılvatkan davanın Uygur'un müstakillik, hürlüküge paydası bulmasının zihni bulavatkanı köp. Hatta vatandaki zulümün kündünkenge eşip girişigi sebep olmakta. Nemişqa dese Uygur eğizli dap koyup onu emelge aşırdıgan tedbirlerini anmağanlık için. Endi bu yerde Sharqiy Turkiston umumiy xalq saylamining Uyghur mustaqillik ko'rishini ilgari surishda qanday roli bor dedik. Buning roli xalq umumiy saylami orqali Uyg'urlar har xil ideyadagi Uyg'urlar o'ziga vakil bo'la oladigan vakillarni saylab chiqqanda bir vakillar to'pi ya'ni parlament shakllanib parlamentda bir reis saylanıp Uygur'un bir hükümeti barlık kirdi. Hükümet o yerde tedbir belgileydi, her orullarga adam belgileydi, hazır teşkilatlardaki. Palaç halt nispi hareket kılmasın, o bir bütün xuddi başka devletin hükümetleri qanday xalq uchun kurash qilgan bo'lsa, shunday kurash qiladi yoki
imkonga yarasha to'xtamay kurash qilib, shunda kurash qilish fursatini yaratadi, mustaqillik yo'limiz qisqaraydi. Chunki saylan bilan chiqqan bosh ham uning yordamchilari iqtidorlik bo'lsa, xalq uni qo'llaydi. Iqtidorsiz bo'lsa, shu navbatlik saylanlar yoki cho'ng saylanlar tushirib o'tib, o'rniga iqtidorlik kishilarimiz chiqdi. Bu orqali mustaqillik ko'rishimiz, uning non tepish yo'li, buning jon berish yo'li bo'lib qolmasin. Jon berish, badal to'lash, hatto to'lagan badalning boshqalar, hatto bosh davlatlarni qoyil qilish oxirgi nishoni mustaqillik bo'lgan. Bunda bir hokimiyat borliq kelib, xalqdagi mustaqillik, xalqqa umid kundan kunga yiqillaydi. Hozirda biz qachon mustaqil bo'lamiz, hayotimizda mustaqillikni ko'ra olamizmi degandek bunda g'am qayg'u bo'lmasdan ma'lum chekda yiqilganligini ko'ramiz. Hech bo'lmasa xuddi Tibetdek o'zimizning hukumatimiz bo'lganda men qanday qilaman, uyam yo'q yoki o'qiydigan o'qish pulim yo'q yoki mening urug'liqim yo'q deydigan g'am qayg'u yo'qib, avval Alloh, eningdan keyin mening bir hukumatim bor. Men biraz zulmga uchrasam, siyankashlikka uchrasam yoki qiyin kunda qolsam, men saylab chiqqan shu hukumat menga yerilak bo'ladi, qiyinchiligimni hal qiladi. Hech bo'lmaganda mendan xabar olib turdi mening boyliqimdan deydi. Amaliyotda hukumat qilsa, shunda bir organ bo'lib, qaysi davlatda qancha Uyg'ur bor, uning ahvoli qanday, turmushi qanday, nimaga ehtiyojlik, uni xotirlaydi, imkon qadar hal qilishga tirishadi. Shu yerdagi vakil bo'lgan vakillar chiqqanda shu qiyinchiliklarni deb turib, men agar vakil bo'lsam, manda miyadagi xalqning qiyinchiligini manda hal qilaman deb xuddi boshqa davlatdagi vakillar qattiq va'da bergan bo'lsa, shu vakillarni shunday va'dani berib chiqdi. Chiqqan vakil albatta 100% o'rindashga tirishadi, hech bo'lmasa 50-60% o'rindaydi. Agar o'rindamay, tirishib o'rindamasa, balki xalq kechirishi mumkin, ammo tirishmay xiyonat qilsa, xalq chiqqan xalq tushirib hatto jazolay oladi. Shuning uchun xalq saylamining Uyg'ur mustaqillik ko'rishini ilgari surishda rol intayin cho'ng. Uchinchi, bizning bu mukofotlik savollar orqali yoshlarni qo'zg'olishimizningki umumiy xalq saylamida qanday roli bor deb tema qo'ydim. Mukofotlik savol-javoblar orqali nurg'un davlatlar xalqini tarbiyalaydi. Masalan, Turkiyani olsak, kim millioner olmak ister? Hozir qisqartirilgan millioner deb olibdi uni hamda. Bir davlat bo'lganligi uchun eng to'van savolga javob berganlarning mukofoti 500 TL. Men bir necha asosan ko'p vaqtlarda ko'raman uni. 500 TL. Yuqorichaki 1 million. Asli buni bizning ba'zi tashkilotlar qisa qilib ketadi. Uyg'urni tarbiyalash uchun ashundaylik bor davlatlarda cho'ng pul xarjlamasimi, az-azdan ilhamlanish uchun bu shunday bir nimani yo'l qo'ygan bo'lsa, bu xalqimizni tarbiyalashda intayin cho'ng roli bo'ladi. Buni tarbiyalash masalan til, madaniyat, urf-odat, tarix, coğrafya degandek bu darslar orqali xalqimiz ixtiyorsiz uyda o'tirganda bolalarimiz mushlar faoliyatlar o'tkazilgan tashviqotlarni ko'rish orqali ma'nosining asli ismi Uyg'urcha mandarkan biz Xitoychasini qo'llanib keldik. Masalan, karabshini Xitoycha chingsay deydi, ammo bizning Uyg'urlarimiz asosan ko'p bolalarda chingsaylar olib ko'ramiz hozir. Chingsaylarman, Jusaylarman deydi. Jusaylarman asli kudalarman desa bo'ladigan gap. Bunday misollar ko'p. Demak, bolalarimizning asli ona tilini o'rganishiga, yoshlarimizning vatanning tarixini o'rganishiga, cho'nglarimizning bilganini unutilgan bo'lsa xotirlashiga yoki bilmaganini o'rganishiga bu mukofotlik savol-javobning intayin foydasi bor. Buni men endi dastlab olib 25 ming TL men o'z yerimdan chiqarib
atadım. Belki bu dastlabki eng kichik san bo'lishi mumkin. Inshaalloh Alloh nasib qilsa bundan keyin ko'paytirishga tirishma. Bizning ishimizning saxovatchi baylarimiz bor. Belki ishimizda kambag'al bo'lsin, shu Uyg'ur rivoj topsa ekan deydigan orzu qilgan nurg'un xalqimiz bor. Qo'llab-quvvatlashiga ishonaman. Inshaalloh bu uzilmay davomlashadi. Hatto bu mushu saylamga qilgan tashviqotdan to'xtab qolmaydi. Inshaalloh agar saylam barliq kelib mayli amalga inshaalloh amalga oshadi deb qaraymiz. Mayli saylam amalga oshsin, oshmasin, bu biz boshlagan Uyg'ur sadosi deb ism qo'ydim men bu programmaga va nimaga mush sahibiga. Shu Uyg'ur sadosi degan programma inshaalloh to'xtamay davomlashadi. Agar men qilish ba'zi sharoitlarda qisilsam, qisilmaydigan qarindoshlarimga o'tkazib berishman buni. Chunki Uyg'urda nurg'un fidokorlar bor, davomlashtirib bo'ladi inshaalloh. To'rtinchisi mukofotlik savol javobning Uyg'ur yoshlarini, xalqini qo'zg'ashdagi roli nima dedik? Hozir tushundirdim, men tafsil tushuntirib beraman. Men dastlabki mukofotlik savolga 100 savol qo'ydim. Masalan, Uyg'ur qachon shakllangan, Uyg'ur millati qanday shakllangan, Uyg'ur millati necha ming yillik tarixga ega, islom degan nima, islomning Uyg'ur axloqida qanday roli bor, vatanning coğrafiyası qanday havo klimati masalan qaysi rayonning qanday qaysi rayonning issiq so'g'oq, ba'zi daryolar, ba'zi tog'larni misol keltirib savol qo'ydim. Balki bizda bu savollar o'z savol degan oddiy bir gap. Hatto millionlab savollar chiqdi taraqqiy qilib mangan sari. Ammo men hozir 150 chiqarishni nima qilgandim, ba'zi qarindoshlar 100 dan oshirib bizga tavsiya qildi, chunki tunji qitim bo'lganligi uchun yoshlarimizni ular ba'zi savollar kitob ko'rmas bo'lmaydigan kitob ko'rib javob beradigan bo'lganligi uchun kitob ko'rib buni tep bo'lishini qiyin deb qatnashmay qolmasligi uchun 100 da to'xtatdim. Bu savollar eng oddiy savollar deb qaraladi. Bir nechasini hisob olmaganda. Bu orqali yoshlarimizni masalan birinchi chiqqanlarga $5000 $500 taqdim. $500 Turkiyaga nisbatan bir oylik maosh. Obdan ishlagan odamlar bir oyda oladi $500. İkinci çıkan iki adamga $150-300 taqdim. Bu $150 mı Türkiye pulusuga 2000-3000 yaqin pul. Mudaqcha aytganda bir azarlıq uy ijazı to'g'ri keladi. 3-4 chiqqanlarimi shu pulning nimasi qarab, chiqqan odam soniga qarab bularga tili beramiz. Buma hech bo'lmasa bir necha kunlik yoki bir ish kunlik emgakning pulusidan ish bitadi. Bu orqali biri iqtisod qiyinchilikni masalan aqlliq Uyg'urlarimiz jiq bular bu orqali erishganlar o'zini iqtisodiy yangilatsa, bularning maydonda javob bergan javoblaridan qo'ygan savol va javoblaridan keng xalq ommasi şu savolga munosabatlik Uyg'urninki ahvolini bilib oladi. Masalan, vatanda qancha viloyat va qancha shahar va shu tug'an yerda qancha yezi va enandagi vatanning zimin territoriyasi qanchalik necha davlatdan chiqildi desa, balki buni ziyolilar ba'zi diniy ulamolarimiz bilishi mumkin, lekin ko'p sonli xalqimiz bilmaydi. Ammo bu savol javob o'tirig'iga chiqib taqalgandan keyin xalqimiz baka boshqa narsani ko'rgan onda buni ko'rsa, bolalarga bir dars oldu, o'ziga bir dars oldu. Şu orqali yoshlarni qo'zg'ab, ya'ni biri yoshlarning hamda vatanning egisi, kelgusi egisi yoshlar asosan. Asosan 40-50 dan oshgan odamlarning umidi oz kishilarning ta o'lgicha bu yo'lda kurashish umidi bo'lsa, ko'p kishilar endi yetolmaydigan o'xshaymiz deydigan anda to'xtaganlar jiq hozir. Ammo yoshlar o şu vatanni mustaqil qilishga muhtoj. Nerede yaşaydigan çoqum chetga qildi o. Masalan, biz so'ydigan Turkiyada yabancı deb chetga qilgandek, dunyoning eng erkin yeriga borgandimi, sen degan chet ellik ko'chman degan nimaga uchrash tabiiy ahvol. Uniga uchramasak biz vatanning qadr qimmatini uqmaymiz. Endi kamsizga uchramasak. Nima uchun deganda
vatan deganni ko'rdikki, u qon bilan, jon bilan qo'lga kelgan narsa ekan. U qon bilan jon bilan qo'lga kelgan narsani biz yig'lab yurib basak, xuddi divoniga sadaqa bergandek, "Akila, men yashagan" deb azaq simin bergan bilan, ammo shu vatanda kurash qilib, qon to'kib, jon berib, vatanni ozod qilgan xalq bilan biz hargiz barobar bo'lolmaymiz huquqda. Unda qilmaydi. Kim bo'lsin qanday unda qilmaydi. Shuning uchun yoshlarimiz o'zining vatanning ne kadar qiymat ekanligini, mustaqil vatanda yashamasa o'zining ne kadar xorlanganligini bilish uchun bu programmaga yoshlarni qo'zg'ash uchun buni nima qildik. Inshaalloh Allohning yordami, chunki Alloh birlashtirmasa biz birlashtiramiz qiliblarni Allohga tayinib turib birlikka chaqiryapmiz qarindoshlar. Shunga bütün Uyg'urning bu tashviqotimizga quloq solishini, imkon borlarning yordam berishini, bilimi borlarning bu programga qatnashib ko'proq Uyg'urni bu jihat tarbiyalashga yordam berishini umid qilamiz. Endi men 4-chi demak nima bo'lganim bir she'r o'qib oxirlashtirmoqchi. She'r burun bir narsa qilib o'qigan, lekin buning ahamiyati bu birlik keltirish roli bo'lg'achqa yana tekrar o'qishga tanladim. Temisi birlash Uyg'ur. Birlash Uyg'ur, Allohning bir, payg'ambaring bir. Qur'on, hadis, kitobing bir, mazhablaring bir. Allah aytur musulmonlar inoq ajal bo'l. Bölüngenni böriyeydi degan Rasul bil. Ey Uyg'urim, ezeldilla yurtung Türkistan. Uyg'ur xalqi 1000 yil burun bo'lgan musulmon. Chechilmag'in xoinlarning kayniga kirib, ittifoqlik, inoqlikqa chaqirar Qur'on. Birlashmasang bu xorliqdan qutula olmaysan. Xorlanasan mangu azod hur bo'la olmaysan. Xoinlarning fitnesida chechilsang qumdak, dunyodami inson kabi yaşayolmaysan. Türkistan'da xalqing ig'ir zulm tortmoqda. Zindonlarda sansız o'g'il qizing yatmoqda. Qutulganlar jambop elning g'amini yemay, chet eldimi go'yo qumdak parchalanmoqda. Xoinlarning qasdi seni bo'lib parchalash. Chechilganning yo'qolmig'i oyoqtiki osh. Xitoy kular düşmanlashsa Uyg'ur o'zaro küldürmügün düşmanlarni bo'lg'in do'st adash. Küter Xitoy sening to'zib qum bo'lishingni. Ger sasif bo'l, misi duldul qul bo'lishingni. Aqtog'liq va Qoratog'liq kabi so'qishib bir-biringni qirib tugab yo'q bo'lishingni. Çoqum xoin Uyg'urimni chechivatqanlar. Mangu qulluq xorliqqa yo'l echivatqanlar. Yurtni yovdan qutqizishga tayyorlik qilmay, vatan xalqi yurtidan voz kechivatqanlar. Ey xoinlar, qo'l o'z amdi fitna fasoddan. O'z xalqini satma yovga saqlan gunohdan. Aciz görme Uyg'urningmi Allohi bardur. Hisob bardur, qiyamette qo'rqqin Allohdan. Ulug' Rabbim o'z fazlingdan bizga birlik ber. Uyg'urimdan düşmanlarning zulmini ko'tar. Kechir bizni qutqaz qonxo'r zolim Xitoydan. Sen qodirsan, her shayga qudrating yetar. Qarindoshlar, tashviqot jarayonida ba'zi so'zlarda xatolik bo'lgan bo'lsa yoki usulda xatolik bo'lgan bo'lsa, fikr bersanglar tuzishga tirishimiz. Oxirgi maqsad xalqimiz birlashgan, bir mustaqillik iqtidorga erishgan degan g'oyada bu ishni qilyapmiz. Ko'p xalqimizning buni qo'llashiga ishonchimiz bor. Shunga imkon bor qarindoshlarning qo'llab-quvvatlashini, hech bo'lmaganda tashviqotimizga quloq solishini umid qilamiz. Xayr xo'sh, Alloh sizlarni aman qilsin, bizni kutgan nishonga yetkazsin. Allohga omonat.